Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Hammaga juma muborak. Akalar, bugun Andijonda juma kuni mashina bozor. Mashina bozorlari ham yengil. Mashinalar sotildi, unaqa ko'p chiqmadi. Xo'p, qo'limizda mashinalar, buni obzorini ko'rsatganmiz. Mana Captiva 3, Captiva 3 tutor bo'lgani. Buni oldin obzorini ko'rsatganmiz. Bu mashinamiz sotuvdi mana. Aqua Print'la $12,500 deb qo'yganmiz, ko'ringlar. Mana Tesla monitorlari bor, holatlari yaxshi, mashinamiz bezindi. Orqasi dinalari. DC dinalari ham joyida. Xo'p, bu mashinamizni tak $12,500 ga berib olamiz. Hop, keyingi mashinamiz, buni ham obzorini ko'rsatganman. Captiva 2. Captiva 2 ni ko'rdik. 2012 Captiva 2. Captiva 2 ni bu 2.4 motor, mexanika korobka deysiz. Mana mexanika korobka. 200 mingdan oshiqroq yurgan, propan gazlari bor. Captiva 2 ni to'r bo'lgan varianti. Respublikanskiy gaydan ruxsatnomalari ham bor. Mana 2.4 motor. Puli $11,500. Bu mashinamizni ham Devo mashinalarga barter qilamiz. 5-6 ming puli borlarga bankdan qilib bersak bo'laveradi. Ko'ringlar. Bu mashinamiz Captiva 3 to'r bo'lgan. 3 li motorda bo'ladi, polni привит bo'ladi. Bu ham to'r bo'lgan. Bu ham круговой tonirovkada. Salon holatlari, buni ham obzorini ko'rsatganmiz, monitorlari bor. Buni metan gazi bor. Mana. Hada bitta 30 talik, nima tayda. Ikkita 30 talik. 3ta 90 ta o'xshi. 150 kilometr yuraveradi. Xo'p, bunimiz $12,800. Ko'ringlar. Ko'ringlar. Xo'p, Kia K5 2021 2022 kechirasizlar. 2022-yil ekan. Xo'p. 89 ming yurgan. Birinchi pozitsiyasi. Kraskalari top-toza. Ko'rinishini 3 qilib qo'ygan, mana qat diskalar qo'ygan. Ikkili motorda. Orqalarini ham GT Line qo'ygan. Puli $22,500. Kia K5 minaman deganlarga marhamat. Hop, bu ham mexanika korobka, oldin obzorini chiqarganmiz. Buni ham tashqarisi Captiva 3, ichi li 9. Hozir ko'rsatamiz. Mana. APC. Mana salonlarni, haqiqiy salonga sayohat qiladigan. Ham li 9 desa ham bo'ladi, bitta o'tirib BMW da ketyapman desa ham bo'laveradi. Mana BMW roll, monitor.
Mana mexanika korobka, video registrator, xullas oxiriga avlod propan gaz. Mexanika minaman deganlarga mana balonlar 20 li yangi. Mana 2-4 motor. Bunimiz 9,5 ming dollarga berib yuboramiz. Bo'lishi 10 ming kami bor dodi. 9,5 mingga berib yuboramiz. Xo'p. Keyingi mashinamiz Ekanix. 2021 150 ming yurgan kraskalari top toza en full 472 millionligida. Krugovo tonirovkada ruxsatnomalari bor. O salon holatlari. Buni ham obzorini chiqardik. Mana full action mana panorama tom. Puli 24 ming. Ko'ringlar. Ekanix minaman deganlar aloqaga chiqamiz. Mashina tayyor, keramika polirovkalarda. Hop. Keyingi mashinamiz Chico 7 Pro. 2022 90 ming yurgan kraskalari toza. Yani padarishni qilib tayyor. Bu mashinamizni 21.500 dollarga berib Buna rahmat. Holatlari maq. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari bizdan uzoqlashmaylar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklarimiz bor. Hammaga omad. Hozir Samarqand viloyati Urgut tumaniga akalarimiz keldi. Mashinamizni baraka qildik. Hozir pastga tushirib yubordik. Hujjatlarni rasmiylashtirishyapti. Xudo xolasa uni ham videosini e'tiboringizga havola qilamiz. Hammaga omad. Salomat bo'linglar. Yana bir bor juma muborak. Rahmat e'tibor uchun. Mashinalarimiz yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Salomat bo'linglar.